Hamma narsani qilib ko'rdingiz. Kam ovqatlanyapsiz, zalga chiqyapsiz, trenirovka qilyapsiz, lekin ozishdan darak ham yo'q. Masalaga boshqa tomondan yondashib ko'ramiz. Inson doimiy asabiylashganda va stressda yurganda yoki kechasi kam uxlaganda tanadan kortizol gormoni ajraladi. Bu gormon ba'zida semirishga sabab bo'lib qolishi mumkin. Stress bu katta energiya talab qiladi. Kortizol gormoni qonda glyukoza miqdorining ortishiga sabab bo'ladi. Organizm keyingi keladigan stressga o'zini tayyorlab, energiya zaxiralash maqsadida glyukozani yog'ga aylantirib qo'yadi. Bu yog'lar asosan qorinda, yuzning atrofida va bo'yinda yig'iladi. Yoki tanamizda yod elementi yetishmaganda ham biz semirishga moyil bo'lamiz. Sababi yod elementining kamayishi qalqonsimon bez ishining susayishiga sabab bo'ladi. Qalqonsimon bez esa metabolizmda bevosita ishtirok etadi va yog'larni parchalab, uni energiyaga aylantirib yuborishda qatnashadi. Qalqonsimon bez yaxshi ishlamasligi natijasida tanada yog'lar erimasdan qolib ketadi. Estrogen, ya'ni ayollik gormoni ham tanada ko'payib ketganda odam semirishga moyil bo'ladi. Xulosa shuki, gormonlarni ham nazorat qiling. Shunda samarali ozishga erishish mumkin.